gazda ishlaydigan generator yasab beramiz. Tarmoqlardagi videolarga aldanib YouTube'da yo boshqa videolarda ko'rib qolishadi, generator oldiga qanaqadir maxavik qo'yib yo elektr dvigatel qo'yib katta nagruzka, svarka, tentlarni ulab ishlatishadi. Bu fake video, bunga ishonmang. Ko'pchilik so'rashadi, soting, o'zimiz yig'ib olamiz deb. Men ularga to'g'risini tushuntirib, rasxodga qo'yib qo'ymani deb aytaman. Buni qanaqadir gazli yo benzinli yo dizelli yo shamolda yo suvda aylanadigan kuch bilan aylantirsangiz keyin elektr ishlab chiqaradi. Buni o'zidan o'zi aylantirib, o'zini o'ziga tokini beramiz deb aldanib rasxodga tushib qolmani deb to'g'risini aytib shu videoni ishlab chiqdim. Bu videoni saqlanib qilib shunaqa generatordan tok chiqaraman degan tanishlar bo'lsa tashlab qo'yamiz. Gazga ishlaydigan generator yasab beramiz. 1.6 lasetli motorga 30 kilovatli generator qo'yib ikkita yasadik. Farg'ona bilan Jizzax viloyatiga o'rnatamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing, garantiyali qilib bitkazib beramiz.